حلم أتى بعد الكفاح ونورا وأضاء للدنيا ربيعا مزهرا لما حباني الله ختم كتابه فغدوت بالأفراح غيما عاطرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qur'oni Karimni bizlarga hayot yo'li qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin va bizlarni isloh qiluvchi yo'l Qur'on yo'li ekanligini go'zal ravishda tushuntirib bergan suyukli sevimli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovatlar va salomlar bo'lsin. Naziat surasini tafsirini tugatdik alhamdulillah Alloh subhanahu va taoloning fazli bilan va bu suradan olingan foydalarga inshaalloh to'xtalamiz. Foydalarga kirishlikdan oldin, foydalarni o'rganishlikdan oldin Qur'on haqidagi ulamolarning nasihatlari va ularning tajribalarini inshaalloh o'rganamiz. Shayxul Islom rahimahulloh aytganlarki, kim Qur'oni Karimni undan hidoyatni talab qilib tadabbur qiladigan bo'lsa, unga haq yo'l ayon bo'ladi. Unga haq yo'l ko'rinadi. Qaysi yo'l botil va qaysi yo'l to'g'ri, bu narsa unga ayon bo'ladi. Qur'onni tadabbur qilsa deyaptilar. Bu joyda Shayxul Islom. Tadabbur qilishlik nima bilan bo'ladi? Bu tafakkur bilan bo'ladi. Hozir mana biz bu suralarning oyatlarini ma'nolariga to'xtalyapmiz va ma'nolarini bilib nimaga dalolat qiladi bu? Bizlarni nimaga chaqiryapti? Bizlarga qanday tushuncha, qanday e'tiqod, qanday ishonchni beryapti? Shuni o'rganyapmiz. Shuni bilyapmiz va bunga ko'ra keyin hayotimizni isloh qilamiz deyapmiz. Mana shunga ko'ra amallarimizni to'g'rilaymiz deyapmiz. Mana shu tadabbur. Ma'nosini tushunish, uni ichidagi ma'noni anglab yetish va mana shunga ko'ra e'tiqodini, amalini, harakatini to'g'rilash. Mana bu tadabbur. Biz bu tafsir darsimizdan bo'lgan maqsadimiz ham mana shu narsa. Shuning uchun men har bir darsdan oldin Qur'on haqidagi ulamolarning tajribalaridan kelib chiqib aytgan gaplarga to'xtalyapman. Biz Qur'oni Karimni nima uchun kelganligini, nima uchun bizlarga tushganligini bilishligimiz uchun. Qur'oni Karim faqat uni lafziga e'tibor berishlik uchun tushmagan. Qur'oni Karim faqat uni o'qib qo'yishlik uchun, ma'nosiga e'tibor bermasdan faqat o'qib qo'yishlik uchun tushmagan. Qur'oni Karim hurmat qilib, ulug'lab, uyda saqlab qo'yishlik uchun o'qimasdan, ochmasdan, bilmasdan, o'rganmasdan takchalarga qo'yib qo'yishlik uchun kelmagan, tushmagan. Qur'oni Karim en asosiysi va en muhimi bizlarga dastur bo'lishlik uchun kelgan. Ya'ni hayot qonuni bo'lishlik uchun kelgan. Mana shu maqsadga biz yetib borishligimiz kerak. Shu maqsadga agar yetib borsak, hayotimizni to'g'rilanishligi mana shu o'rindan boshlanadi. Qur'oni Karimni nima uchun Alloh taolo bizlarga kitob qilib berganligini tushunsak, mana shu joydan inshaalloh isloh boshlanadi. Maqsadimiz mana shu tomonga yurishlik, qo'ldan kelgancha Alloh subhanahu va taolo bergan tavfiqcha inshaalloh mana bu narsani tushuntirish yo'lida harakat qilamiz. Albatta talaffuziga ham e'tibor beriladi. Albatta Qur'oni Karimni chiroyli qilib o'qiladi. Uylarga Qur'oni Karim kitobi olib kelinadi. Va hokazo Qur'oni Karimga har tomonlama e'tibor beramiz, lekin asos bo'lgan maqsadni unutmasdan, maqsaddan chalg'imasdan. Bizlarning dushmanlar asl bo'lgan maqsaddan nima qildi? Uzoqlashtirdi. Qur'onni faqat o'qib qo'yiladigan yoki uylarga, takchalarga qo'yiladigan kitobga aylantirdi. Hayot yo'li, bizlarga hayot qonuni bo'lgan kitobni asl maqsaddan ular musulmonlarni oralaridagi asl maqsaddan ular ko'tardi. Demak, biz mana shu yo'lga yana qaytmoqligimiz kerak. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llari.
Naziat surasini ichida bir qancha foydalar o'tdi. Mana bu foydalarga inshaalloh biz birma-bir to'xtalamiz. Alloh taolo surani boshlaganda farishtalarga qasam ichdi. Alloh taolo maxluqlaridan xohlaganiga qasam ichadi. Banda esa xohlaganiga qasam icholmaydi. Nonga qasam, pichoqqa qasam deyolmaydi. Faqat ulug'lanishlikka haqli bo'lgan zot Alloh taoloning nomiga qasam ichadi. Demak, Alloh taolo e'tiborli narsalarga qasam ichadi. Farishtalar juda ham e'tiborli, Alloh subhanahu va taoloning huzurida mukarram bo'lgan, ulug'langan bandalar. Alloh taolo ularni faqat Allohga xizmat qilishlik uchun yaratgan. Va bundan keyingi foyda farishtalarni borligini isbotlash. Farishtalarni borligini biz isbotlaymiz, hattoki bu iymonning bir rukni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymonni bayon qilganlarida al-imanu an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi. Mana shu iymonning 6 ta rukni keldi. Shulardan biri farishtalarga bo'lgan iymon. Kim farishtalarga iymon keltirmasa, u odam musulmon bo'lmaydi. Uni musulmon deb aytilmaydi. Nimaga? Chunki farishtalarning borligini Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobi Qur'oni Karimda juda ham ko'p o'rinlarda bizga xabar berdi. Va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ham hadis muboraklarida juda ham ko'p o'rinlarda farishtalarning borligini, Jibril mana Rasulullohga vahiyni Alloh subhanahu va taolo tomonidan vahiyni olib kelganligini bayon qildilar. Demak, biz farishtalarni isbotlaymiz va ularga ishonamiz, iymon keltiramiz. Ularni biz o'zlarini turgan o'rinlaridan yuqoriga ko'tarmaymiz. Ba'zi mushrik bo'lgan, to'g'ri yo'ldan chiqqan, to'g'ri yo'ldan adashganlar farishtalarni o'zini o'rnidan ko'taradi. Bular Alloh subhanahu va taoloni bandalarini Alloh taologa teng qilib, farishtalar Allohni qizi deb Allohga bo'xton va tuhmatni to'qiydi. Bu e'tiqoddan biz esa saqlanamiz. Va bundan keyin farishtalarning fazli. Farishtalarning fazli bor, ularning hurmati bor. Jabroil, Mikoil, Isrofil, o'lim farishtasi, Malik, jahannam farishtasi, bularning hammalarini darajalari bor. Va bundan keyin bu oyatda kelgan foydalardan o'lgandan keyingi hayotni isbotlash. O'lgandan keyingi hayotni isbotlash insonni bu dunyoda yomon narsalardan saqlanishlikka undaydi. Chunki ertaga hisob kitob qilinaman deydi. O'lgandan keyingi hayotni isbotlamagan va buni eslamagan inson shu hayotni o'zida yashab qolishligim kerak deb mana shu hayotni o'zini tushunadi, keyingi hayotni, abadiy hayotni tushunmaydi. Shuning uchun masalan ko'p ateistlardan eshitib qolasiz. Ular aytadiki, mana shu hayotda yashaydigan odamman, shu hayotim shu, shuning uchun maza qilib yashab olishligim kerak, nafsim xohlagan narsani qilib yashashligim kerak deydi. Chunki u oxiratni, qayta tirilishlikni isbotlamaydi. Va mana shu gapi bilan nafsiga qul ekanligini bizlarga ochiq isbotlab beradi. Ular aytadi, biz Robb borligini inkor qilamiz. Yo'q deydi, yaratuvchi yo'q deydi. Alloh subhanahu va taologa qullikdan qochib, Alloh subhanahu va taoloni tuzib bergan ko'rsatmalariga asosan yashashlikdan qochib nafsga qullikka tutiladi yoki shaytonning tuzog'iga tushadi. Keyin nafsi aytganini qiladi. Bundan keyin hayot nima bo'ladi? Parokanda bo'ladi. Mana g'arbdagi hayotni biz ko'rdik. Nafsga qullik ularni qay darajaga olib bordi. Insonlar hayvonlar bilan nikoh quryapti. Kerak bo'lsa buni cherkovda, kanisada zakisdan o'tkazib isbotlab tasdiqlayapti. Yoki ayol bilan yoki erkak bilan yashashligi rasmiy tasdiqlanyapti. Mana bu fitratdan chiqib ketishlik bu. Bu nimaga bu holatga keldi? Chunki ular nafsini o'zlariga iloh qilib oldi. Afaro'ayta man ittakhadha ilahahu hawa deb Alloh taolo oyatda aytgandek, inson o'zini nafsini o'ziga iloh qilib olishligi mumkin. Nafsi aytgan narsani qilgandan keyin u nafsiga qul sanaladi. Alloh taologa qullikdan qochib, Alloh taologa itoat qilishlikdan qochib, u nafsga qul bo'ladi yoki shaytonga qul bo'ladi yoki dunyoga qul bo'ladi. Insonning qalbida albatta bir narsaga ishonib, o'sha narsani tasdiqlab, o'sha narsa asosida yashashlik fitrati bor insonda. Agar u Alloh taologa taslim bo'lib, Allohga qul bo'lib yashamasa, boshqa narsalarga qul bo'lib, boshqa narsalarni buyrug'ini qilib yashaydi. Va
bundan keyingi foyda 2 marotaba surga puflanishligi. Buni biz isbotlaymiz. Birinchisida qiyomat bo'ladi, odamlar o'ladi, hamma ketadi, dunyo ostin-ustun bo'lib ketadi va buni dahshatlari keldi. Qiyomat kunida dahshati Alloh subhanahu va taolo o'zi iymon bilan va islom bilan jonlarimizni olsin. Va keyin hamma o'ladi va undan keyin qabrdan nima bo'ladi? Tirilish bo'ladi. Va mana bu ikkinchi nafqa bu. Bu ya'ni ikkinchi surga puflashlik. Alloh taolo ushbu oyatlarda xabar berdimi bizga va yana boshqa oyatlarda 2 marotaba puflanishligini. Demak, biz bunga ishonamiz, bunga iymon keltiramiz. Va qiyomat kuni kofirlarni qalblari qo'rquvchi bo'lishligi. Chunki ular hayoti dunyoda Allohning buyrug'ini qilmaganligi uchun albatta qo'rqadi u. Qalbi xavotirda bo'ladi. Qalbi dahshatga tushadi. Chunki u mag'lubiyatga uchraydigan payt keldi. Va mu'min esa Allohga taqvo qilib yashagan mu'min esa u g'olib bo'ladigan, ya'ni kubikni ko'taradigan payt keldi. Dunyoda g'olib bo'lsa, bir musobaqada sovrin oladigan bo'lsa, mukofotni qo'lga kiritsa xursand bo'ladi. Medal taqiladi unga, kubik beriladi va hokazo pul mukofoti beriladi. Bir qancha narsalar xursand bo'ladi, maza qiladi. Bu dunyodagi o'tkinchi narsalar hammasi. Va u dunyoda esa abadiy hayotda kim agar g'olib bo'ladigan bo'lsa, mana bu haqiqiy katta yaxshilikni qo'lga kiritgan inson sanaladi. Alloh subhanahu va taoloning mukofoti bu jannat bu. Abadiy yashalaydigan, abadiy qolinadigan bu jannat bu. Mana bu jannatni qo'lga kiritgan inson haqiqiy g'olib sanaladi. Kofir esa qo'rqadi, dahshatga tushadi. Dunyoda maza qilib yashagan bo'lishligi mumkin. Dunyoda uni cheklaydigan, uni ushlaydigan qadriyatlar bo'lmaydi, qonunlar bo'lmaydi, lekin oxiratda bunday emas. Oxirat hayoti bu hisob kitob qilinadigan hayot va kim yaxshilik qilgan bo'lsa yaxshilik bilan, kim yomonlik qilgan bo'lsa yomonlik bilan jazolanadigan hayot. Va bundan keyingi foyda Alloh subhanahu va taoloning qudratini buyukligi. Alloh taolo yana o'lgandan keyin qayta tiriltirishligini bayon qildi bizlarga. Qabrlardan chiqasizlar dedi. Mana bu Alloh taoloning qudratini bildiradi. Shuning uchun biz ko'p darslarda aytamiz, Allohni tanishlik kerak deymiz. Ma'rifatulloh qalblarimizga kirishligi kerak deymiz. Kim Alloh taoloni taniydigan bo'lsa, keyin Alloh taolodan qo'rqadi. Keyin Allohga ishonadi. Keyin Allohdan umid qiladi. Keyin Allohni yaxshi ko'radi. O'ylang, masalan bir odam sizga yaxshilik qiladigan bo'lsa, bir pul beradigan bo'lsa, mukofot beradigan bo'lsa, u odamni tanishlikka harakat qilasiz. O'rganasiz, kim ekan deysiz, qayerda tug'ilgan ekan, nima ishlar qilgan ekan deb hayotini o'rganib chiqasiz. Va shu o'rganishning jarayonida agar uni hayoti yaxshi o'tgan bo'lsa, yaxshi tarbiyali, odobli, yaxshi inson bo'lsa, unga bo'lgan muhabbatingiz oshaveradi. Uni yaxshi amallarini o'rganganingiz sari unga bo'lgan muhabbatingiz, uni yaxshi ko'rishligingiz ko'payaveradi. Va shuni muqobilida bir odamni o'rganishlik jarayonida uni yomonliklarini, qarasiz birovga zulm qilgan, birovning molini olgan, o'g'irlik qilgan, u qilgan, bu qilgan, fasod qilgan, buzuqlik qilgan, ma'siyat qilgan, gunoh qilgan va hokazo yomon ishlarni qilgan. Va har o'rganganingizda unga bo'lgan nafrati ziyoda bo'laveradi. Unga bo'lgan nafrati ziyoda bo'ladi. Bu fitrat bu. Insonning tabiati buni talab qiladi. Mana shu kabi Alloh taoloni taniganingiz sari Allohga bo'lgan muhabbatingiz oshaveradi. Alloh taolo bizlarni yaratdi va bizlarga ko'z berdi, a'zolarimizni berdi. Juda ham ko'p ne'matlarni ato etdi bizlarga. Shu zotni agar biz taniydigan bo'lsak, qudratini, quvvatini, alim ekanligi, hamma narsani biluvchi ekanligi, rahimli ekanligi, bizlarga rahim qilayotganligi, mehribonligi, mana shu narsalarni o'ylab Alloh taoloni har qancha tanib, Alloh taoloni ismlari bilan, sifatlari bilan, fe'llari bilan agar o'rganadigan bo'lsak, Allohga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda bo'laveradi va faqat Allohdan umid qilamiz va faqat Allohga bog'lanamiz va faqat Allohdan qo'rqamiz. Chunki qudratli bo'lgan zot shu bilan birga rahimli va mehribon bo'lgan zot. Rahmatini umid qilib Alloh taolodan yaxshilikni so'raymiz va azobini eslab turib Alloh subhanahu va taoloni undan Alloh taolodan panoh so'raymiz. Va bu suradagi yana foydalardan Musa alayhisalomning qissasi bilan Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tasalli berdi. Demak, payg'ambarlarning qissalari muhim.
payg'ambarlarning qissalari, Musa alayhisalomning qissasi, Iso alayhisalomning qissasi, Ibrohim alayhisalomning qissasi, Nuh alayhisalomning qissasi, Yusuf alayhisalomning qissasi, bu qissalarda juda ham katta foydalari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tasalli berildi. Demak, biz ham qissalarni o'qib turib o'zlarimizga tasalli olishligimiz kerak. Hayotda har xil kunlarni ko'ramiz, imtihonlar, ba'zan zulm qilinadi bizga, ba'zan haqsizlik qilinadi. Ba'zan o'z yurtingizdan chiqarib yuborilasiz. Ba'zan o'z molingizdan mahrum qilinasiz. Ba'zan o'z yeringizdan haydab solinasiz. Ba'zan siz qilmagan narsangizni qildi deb tuhmat qilinadi. Va hokazo. Har xil imtihonlarga ro'paro bo'lasiz. Har xil qiyinchiliklar, odamlarni tushunib olish qiyin, odamlar sizni qadringizni bilmaydi. Odamlarga qilayotgan yaxshiligingiz, mehnatingiz bu narsalarni bilmaydi. Yaxshilikni o'ylab, yaxshilik uchun harakat qilsangiz, odamlar buni inkor qiladi, o'zini nafsini o'ylaydi, arzimagan shaxsiy manfaatini o'ylab sizni tark qilib ketaveradi. Mana shu holatlarda insonga tasalli bo'ladigan narsa bu payg'ambarlarning qissalari. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari, bularni tobiinlar, olimlar va buyuk insonlar, qancha mana qo'mondor, amir, katta olimlar o'tgan. Bularning hayoti bizga go'yoki tasalli beradi. Chunki ular ham bunaqa qiyinchiliklarni boshdan o'tkazishgan. Va o'sha qiyinchiliklarda sabot bilan, sabr bilan turganligi uchun keyin undan keyingi tamkin holatiga o'tgan. Chunki tamkin kelishligidan oldin, ya'ni sizga imkoniyat, sizga azizlik, izzat, sharaf kelishligidan oldin albatta saralash davri bo'ladi. Saralaydi Alloh taolo. Ma kana Allohu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Alloh taolo oyatda marhamat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo sizlarni shu turgan hollaringga tashlamaydi. Mana shu holatda qoldirmaydi, hattoki xobis, iflos, yaramas odam bilan toyyib, yaxshi maqsadda, yaxshi yo'llar uchun harakat qilayotgan odamni o'rtasini ajratib qo'ymagunigacha. Ikkalasini o'rtasini albatta ajratadi Alloh taolo. Bu hayot qonuni bu. Bu qonun. Ya'ni biz Alloh taoloning sunnalariga ko'p e'tibor beramiz. Men ko'p bu narsalarni ta'kidlayman. Allohning sunnalari orqali biz hayotni tushunamiz. Allohning sunnalari orqali biz voqelikni tushunamiz deyman. Bu narsa juda muhim. Bu saralash bo'lishligi, imtihonlar bo'lishligi bu Alloh taoloning tabiiy qonuni bu. Bu qonun albatta bizning ustimizda bo'ladi. Mana bu bilan Alloh taolo saralaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni saflarini ham Alloh taolo saraladi. Munofiqlar chiqib ketdi. Munofiqlar oshkor bo'ldi. Mushriklar oshkor bo'ldi. Ularni yordamsiz tashlaganlar oshkor bo'ldi. Va undan keyingi sahobalar davri, tobiinlar va hokazo bugungi kunimizda ham bo'lib turibdi. Mana shu kunimizda bo'lib turibdi ular. Alloh taolo saralayapti. Kim sodiq, kimi niyati xolis, kimi niyati Allohning roziligi, kimi niyati musulmonlarga, ummatga, xalqqa yaxshilikni kirishligi. Bu narsalar albatta ajraydi. Mana shunday yaxshi, to'g'ri niyatda bo'lgan odamlarni Alloh taolo doim oqlab qo'yadi. Ular doim yaxshilikka ega bo'ladi. Har qancha masalan tuhmatlar bo'ladi, ularni xunuk qilib, vatan xoini qilib yoki sharmanda qilib, aybdor qilib, jinoyatchi qilib, terrorist qilib ko'rsatishlikka harakat qilinadi, lekin har qancha ular harakat qilmasin, Alloh taolo bularni pok ekanligini, toza insonlar ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Chunki ular yaxshi yo'lga, yaxshi niyatda Allohning roziligi uchun harakat qilyapti. Mana shu narsa muhim. Bu narsa juda ham muhim. Shuning uchun payg'ambarlarning qissasidan o'zimizga tasalli olamiz va bu oyatdagi yana foydalardan Alloh subhanahu va taoloning kalomini isbotlash. Alloh taolo Musa alayhisalomga gapirdi. Demak, bundan isbotlanadiki, Alloh subhanahu va taoloning kalomi borligi, Alloh taolo o'zini ulug'ligiga, buyukligiga xos ravishda Alloh taolo gapiradi. Va bundan keyin bu suradagi foydalardan ba'zi joylarni Alloh taolo muqaddas, sharafli ekanligini ko'rsatganligi, bayon qilganligi. Muqaddas, ya'ni pok Tuvo vodiysida Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga gapirganligini aytdi. Demak, u joyda muqaddas dedi. Biz masalan muqaddas vatan deymiz, muqaddas yerlarimiz deymiz, muqaddas joylarimiz deymiz. Mana shunga o'xshash Alloh taolo u joyni muqaddas ekanligini bayon qildi. Va bu Tuvo vodiysi, ulamolar buni Misrda deb aytgan yoki Falastinda deb aytishgan. Va bu bir vodiyning ismimi, joyning ismimi yoki boshqa ma'nolardami? Bunda ulamolar bir qancha qovullarni aytgan, lekin Ibn Jarir Tabari rahimahulloh
rojih, sahihroq deb aytgan gap bu bir joyning nomi. Tuva nomli joyni nomi. Alloh subhanahu va taolo masalan Ka'bani masalan muqaddas qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hijrat qilib borib mana masjid qurgan joylari, Rasulullohning masjidlari, bu joylarni muqaddas qildi yoki Baytul Maqdis biz uchun muqaddas joy. Baytul Maqdisda mana bu yahudiylar u joyni olishlik uchun harakat qilyapti. Deyarli u joyni musulmonlardan olib qo'ydi. U joylar musulmonlarning muqaddas yerlari. Uni himoya qilishlik uchun musulmonlar hamma narsalarini tikib bo'lsa ham bermaslik kerak, uni himoya qilishlik kerak. Chunki muqaddas bo'lgan joy. Vatanni himoya qilinadi deyiladi-ku. Vatanni himoya qilasiz. Vatanni dushmanga hech kimga bermaysiz. Bir qarich turpoqni bermaysiz, bir qarich yerni bermaysiz. Nimaga? Chunki sizni joyingiz u. Uni egasi siz, boshqalar emas. Mana shunday, ya'ni o'zingizni tug'ilib o'sgan joyingizni, vataningizni himoya qilyapsiz. Nimaga Alloh taolo muqaddas qilgan joyni himoya qilmaymiz? Albatta Baytul Maqdis biz uchun muqaddas, ulug' joy va u joyga qasd qilib boriladi va u masjidda o'qilgan namoz boshqa masjidda o'qilayotgan namozlardan 500 barobar ajri, savobi ko'p va uni ko'p foydalari bor. Ya'ni u joyni musulmonlarga juda ham ko'p mana tarixga bog'liq, musulmonlarning hayotiga, musulmonlarning o'tmishiga, musulmonlarning kelajagiga bog'liqlik tomonlari bor. Chunki u joy payg'ambarlarning yurti, Shom diyorlari, Baytul Maqdis, Falastin, mana Suriya yoki Iordaniya yoki Lubnan, Liviya, Livan, yana masalan Turkiyaning ba'zi joylari kiradi. Bular Shom yerlari. Bu Shom yerlari muqaddas joylar. Payg'ambarlarning makonlari, payg'ambarlar yashagan joylar bo'lganligi uchun va undan keyin sahobalar ham Shom yerlarida yashagan, hattoki juda ham ko'p sahobalarning qabrlari o'sha Shom yerlarida. Va bundan keyingi foyda Firavnning haddan oshishligi. Firavn haddan oshdi va haddidan oshishligini oqibati nima bo'ldi? Tug'yonga ketishligining oqibati suvga g'arq bo'ldi. Alloh taoloning hidoyatidan mahrum bo'ldi. Yaxshilikdan mosuvo bo'ldi. Mana shu kabi kim agar Firavn yo'lini tutadigan bo'lsa, Firavn kabi zararga uchraydi. Hozirgi kunda ham Firavnning yo'lidan borgan firavnchalar bor. Balki Firavndan ham o'tib ketadigan, Firavnga ham dars beradigan firavnlar bor. Bular agar tug'yonida, zulmida, haqsizligida, adolatsizligida davom etadigan bo'lsa, bularni ham Alloh taolo Firavnni halok qilgandek halok qiladi. Va bu suradagi foydalardan da'vatda yumshoqlik. Albatta, da'vat qilinganda yumshoq bo'lishligi kerak. Musa alayhisalomga va Harun alayhisalomga Alloh taolo Firavnning oldiga borib, yumshoq so'z gapiringlar, yaxshi gap gapiringlar deb buyruq qildi. Chunki albatta insonda nafs bor. Agar qo'pollik qilib, qattiqlik qilib boradigan bo'lsangiz, uni nafsi ko'tarmaydi. Nafsoniyati bor uni. Uni ham g'ururi bor. Bu narsalarni ko'tarmaydi, keyin da'vatni qabul qilmasligiga olib boradi bu. Sizning kamchiligingiz sababli. Hozir kunda masalan ba'zi da'vatchilarni ko'rib qolasiz, qo'pollik bilan da'vat qilayotganligini guvohi bo'lishningiz mumkin. Yo'q, masalan u kofir bo'lgan taqdirda ham, ateist bo'lgan taqdirda ham, dahli bo'lgan taqdirda ham, boshqasi bo'lgan taqdirda ham unga yaxshi gapirib, chiroyli gapirib uni da'vat qilishni kerak. Mana buni asos qilib olmoqligimiz kerak. Bu asos bu. Ya'ni da'vatdagi asoslardan biri yumshoq, chiroyli uslubda odamlarni chaqirishlik. O'sha ateistlarni haqqa kirishligi uchun yoki adashganlarni haqqa kirishligi uchun siz ular bilan o'tirsiz, unga chiroyli muomala qilsiz, chiroyli tushuntirsiz, chiroyli gapirsiz, chiroyli bayon qilsiz, mana shundan keyin sizni muomalangizni ko'rib turib ta'sirlanib musulmon bo'lishligi mumkin. Sizni muomalangizni ko'rib turib, yaxshi odob, yaxshi xulqingizni ko'rib turib, yaxshi yo'lga kirishligi mumkin. Shuning uchun insonlar bilan chiroyli, yaxshi muomala qilishlik kerak. Buni Alloh taolo mana Firavn, tug'yonga ketgan zolim Firavnga nisbatan Musa alayhisalomni mana shunga buyurdi. Va bundan keyingi foyda irshod va dalolat hidoyatini isbotlash. Ya'ni Firavnning oldiga boring, Firavnga ayting, Robbingni yo'liga seni hidoyat qilaman deb ayting deb Alloh taolo Musa alayhisalomga buyurdi. Shundagi hidoyat bu irshod va dalolat hidoyati. Hidoyat ikki turli bo'ladi. Birinchisi tavfiq hidoyati va ikkinchisi irshod dalolat hidoyati. Tavfiq hidoyati faqat Alloh taologa xos. Innaka la tahdi man ahbabta. Siz xohlagan odamingizni hidoyat qila olmaysiz.
Ya'ni to'g'ri yo'lga kirita olmaysiz. Unga tavfiq bera olmaysiz. Tavfiq va to'g'ri yo'lga kiritishlik asl Alloh subhanahu va taoloni xos xohishi, irodasi. Va siz unga dalolat va irshod hidoyatini qilishningiz mumkin. Ya'ni uni to'g'ri yo'lga chaqirasiz. Mana shu to'g'ri yo'l, shuni usha deysiz. Dalolat qilasiz. Haqni tushuntirasiz. Haqni o'rgatasiz. Bayon qilasiz. Mana shu hidoyat payg'ambarlarga va payg'ambarlarning atbolariga, payg'ambarlarga ergashuvchilarga isbotlangan. Va bundan keyingi foydalardan Allohning rasullari odamlarni poklanishga chaqirganligi. Ularni gunohlardan, ma'siyatlardan, yomonliklardan, buzuqliklardan poklanishlikka chaqirgan. Payg'ambarlarni merosxo'rlari ham payg'ambarlarning izidan borgan olimlar, olimlarning izidan borgan talib ilmlar va ularga ergashgan insonlar, solih insonlar odamlarni poklanishlikka chaqirmoqligi kerak. Zero insonni tuzalishligi gunohlardan, ma'siyatlardan poklanishlik bilan. Va bundan keyingi foyda Allohning rububiyatini isbotlash. Ya'ni Robbingga hidoyat qilaman deb Musa alayhisalom Firavunga gapirdi. Alloh taoloning rububiyati bor. Allohning rububiyati degani Alloh taolo fe'llari bilan bu koinotni boshqarishligi degan. Bu koinotda nima bo'lsin, barchasini Alloh taolo boshqaradi. Allohning amri bilan, Allohning buyrug'i bilan bo'ladi. Mana bu rububiyat degan. Bilamiz, tavhid 3 qismga bo'linadi. Birinchisi rububiyat tavhidi, ikkinchisi ulug'iyat tavhidi, uchinchisi ism va sifatlar tavhidi. Ulug'iyat tavhidi degani banda o'zini fe'llarida Allohni yakkalashi degan. Ya'ni Allohga xos bo'lgan amallarda amallari bilan, ya'ni qilayotgan ishlari bilan Allohni yakkalaydi. Masalan, namoz o'qiyotganda faqat Alloh uchun namoz o'qiydi. Zakot berayotganda Alloh uchun zakot beradi. Roza tutayotganda Alloh uchun roza tutadi. Odamlar roza tutyapti deyishligi uchun emas. Odamlar namoz o'qiyapti deyishligi uchun emas, odamlar zakot beryapti deyishligi uchun emas, balki Alloh uchun, faqat Allohga qaratadi. Mana bu ulug'iyat tavhidi. Rububiyat tavhidi esa Alloh taoloni fe'llarida Allohni yakkalash. Ya'ni Alloh rizq beradi, Alloh yaratgan, Alloh taolo o'ldiradi, Alloh taolo tiriltiradi va hokazo Allohning fe'llari bor. Mana shunda Alloh taoloni yakkalash degan. Va ism sifatlarda esa Alloh subhanahu va taoloning ism sifatlarida Allohni yakkalash. Ya'ni Alloh taolo o'ziga isbotlagan sifatlarni Alloh taologa isbotlash. Va bundan keyingi foyda Musa alayhisalom haq ekanligiga dalillarni kelishligi. Payg'ambarlar haq ekanligiga dalillar kelgan. Hamma payg'ambarlarning mo'jizalari bo'lgan. Musa alayhisalomning mo'jizasi nima bo'ldi? U kishini hassalari aso ilonga aylandi va sehrgarlarni hassalarini yutib yubordi. Firavun buni ochiq ko'rdi. Hattoki kechagi men darsda aytdim, buni ko'rgan Firavun, ba'zi mufassirlar aytganki, keyin u orqasiga burilib ketdi degan oyatning ma'nosida mufassirlar aytganki, orqasiga qarab qochdi degan. Ilonni ko'rib, ilondan qo'rqqanidan qochib ketdi deb aytilgan. Xo'p, Firavun al-muhim mo'jizani ko'rdi. Yoki Musa alayhisalomga yana berilgan mo'jizalardan, o'sha buyuk, katta mo'jizalardan u kishini qo'llari oppoq bo'lishligi, cho'ntaklariga solsalar yoki qo'ltiqlarining ostiga tiqsalar. Ya'ni bu o'sha sehrgarlik avj olib, odamlar sehrgarlarga aldanib qolgan paytda sehrgarlarning sehrini bu kizib, yolg'on, bu soxta ekanligini ochib qo'yuvchi mo'jizani Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga berdi. Mana shu kabi har bir payg'ambarning paytida qaysi buzuqlik narsa avj olgan bo'lsa, nima narsa kuchaygan bo'lsa, o'shanga qarshi Alloh taolo mo'jizalarni bergan. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni zamonlarida arablar fasohatda va balog'atda juda kuchli edi. Turgan joyda shoirlari shunaqa chiroyli she'rlarni to'qir edi, gapga usta edi, adabiyot shunos edi. Lug'atlari juda ham kuchli edi. Gaplari juda ham ta'sirli, kuchli edi. O'tirgan joylarida gapirsa, da'vat qilsa yoki odamlarga xitob qiladigan bo'lsa, odamlar ta'sirlanib ketgan. Mana shu holatda Qur'oni Karim keldi, balog'ati bilan, fasohati bilan ularni barcha o'sha ular gaplarda, she'rlarda, xitoblarida ustunligini isbotlab turgan paytda ulardan ustun bo'lgan, balog'at bilan ustun bo'lgan, fasohat bilan Qur'oni Karim keldi va Qur'oni Karim keltirgan suralar kabi ular biror bir sura keltira olmadi. Ular buni oldida hech narsa qilisha olmadi. Mana shunday Alloh subhanahu va taolo mo'jizalarni ato etadi.
payg'ambarlarga. Va bundan keyingi foyda Alloh taolo Fir'avnni jazolaganligi, tug'yonga ketganlar, haddidan oshganlar mana shunday jazolanadi. Va keyin foyda Fir'avnga kelgan narsalardan ibrat olish. Fir'avnga qancha yaxshiliklar berildi, qancha imkoniyat berildi. U o'zini sultonida, o'sha podshohligida turdi, Alloh taolo imkoniyat berdi. Lekin isloh bo'lmadi, to'g'rilanmadi. Musa alayhisalom mo'jizalarni keltirdi. Musa alayhisalom unga nasihat qildi, unga chiroyli gapirdi, yumshoq gapirdi. Lekin Fir'avn o'ziga kelmadi. Fir'avn tuzalmadi. Mana shundan keyin Fir'avnga musibat keldi, balo keldi. Bunda haqiqatda ibrat bor. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ularni qissalarida aql egalari uchun ibratlar bor deb Alloh taolo aytgandek, bu qissalarda ibratlar bor. Siz o'ylamang, ba'zilar o'ylaydiki, menga Alloh beryapti, Alloh meni yaxshi ko'radi, shuning uchun men maza qilib yuribman deydi. Pul kelsa yoki sog'lig'i joyida bo'lsa, ishlari yurib ketadigan bo'lsa, Alloh menga nazar qildi deydi. Yo'q, bu istidroj bo'lishligi mumkin. Alloh taolo imkoniyat beradi, lekin ushlaganda qattiq ushlaydi. Shuning uchun ko'p insonlarni ko'rasiz, pul kelganda, mol kelganda, mansab kelganda, lavozim kelganda o'zidan ketadi. Alloh taolo imkoniyat beradi, sinaydi. Nima qilarkin deydi. Lekin ushlaganda qattiq ushlaydi. Shuning uchun ko'rasiz, birdaniga mansabidan ajrab qoladi. Arzimagan bir $1000 bilan, $2000 bilan ushaladi, pora bilan, shu bilan mansabidan ajraydi. Yoki birdaniga kasallik keladi, yoki birdaniga bir balo keladi, musibat keladi, shunday olib ketadi. Alloh taolo ushlaganda shiddat bilan ushlaydi. Bularning barchasi Alloh taoloning qonuni. Buni hali biz tasodif bo'lyapti, shunaqa bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi, u bo'lib qoldi, bu bo'lib qoldi deb tushunmasligimiz kerak. Bu Alloh subhanahu va taoloning bu qonuni bu. Alloh taolo ushlaganda shiddat bilan ushlaydi. Shuning uchun bunaqa qissalardan biz ibrat olishligimiz kerak va bu suradagi foydalardan oxirat kunini va oxirat kunida hisob-kitob qilinishligini isbotlashlik. Va bundan keyingi foydalardan Alloh subhanahu va taolo insonlarni qayta yaratishlikka qodir ekanligini, osmon, yer, tog'lar, kecha, kunduz, suvlarni chiqarishligi, nabotot, o'simliklarni chiqarishligi mana bular bilan dalil qildi. Demak, osmonlarni yaratilganligi, yerlarni yaratilganligi, bularning barchasi inson yana qayta tirilishligiga dalil. Hattoki masalan yerni olib qaraydigan bo'lsak, yer masalan bir qancha yil suvsiz qolib ketadi va keyin unga suv keladigan bo'lsa, yomg'ir yog'adigan bo'lsa, suv quyadigan bo'lsangiz, undan o'tlar o'sib chiqadi. O'simliklar o'sadi. Suv kelganligi uchun, chunki yerning ostida ularni urug'i qolgan bo'ladi. Tomiri qolgan bo'ladi, o'shandan o'sib chiqadi. Inson ham mana shunday qiyomat kuni. O'lgan insonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, insonni barcha joyi chirib ketadi, illoki dumg'aza chirimaydi. Ajbu zanab deydi arabchada, buni dumg'aza deydi. Mana bu narsa chirimaydi. O'shandan inson o'lib chiqadi. Xuddiki o'sha o'simlik unib chiqqandek, yerda ostidan inson ham o'shandan unib chiqadi. Va keyingi foydalar, Alloh taolo osmonni yaratgandan keyin yerni tekis qilib qo'yganlik. Ya'ni bu osmonni yaratgandan keyin bo'lgan. Val ardo ba'da zalika dahaha dedi Alloh taolo. Mana shundan keyin yerni tekis qildi. Ya'ni yashashlikka qulay qilib qo'ydi Alloh taolo. Va bundan keyingi foydalardan Alloh subhanahu va taolo bizlarni ustimizdan osmonni bino qilib qo'yganligini va kechani qorong'iligini keltirib, kunduzni yorug'ligini keltirganligini minnat qilishligi. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarini minnat qiladi. Va buni shukronasini biz ado etdikmi, etmadikmi? Alloh subhanahu va taolo buni bizlardan talab qiladi. Qiyomat kuni so'raydi, shuncha narsa berdim, nima qilding deydi. Shuning uchun Alloh taolo oyatda aytadiki, la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar shukr qilsalaring ziyoda qilaman, agar nonko'rlik qiladigan bo'lsalaring, ko'rnamaylik qiladigan bo'lsalaring, azobim qattiq deydi. Va keyingi foyda qiyomat kunini dahshati. Qiyomat kuni juda ham dahshatli ekanligi, barcha dahshat, barcha qo'rqinch, barcha odamni shu og'ir holatga tushiradigan narsalarni o'z ichiga olganligi. Alloh taolo ushbu suradagi oyatlarda buni bayon qildi. Va bundan keyingi foyda, inson qiyomat kuni nimani taqdim qildi, bu narsalarni eslaydi. Yaxshi amal qilganmi yoki yomon amal qilganmi? Yawma yatazakkarul insanu ma sa'a. U kunda inson nima qildi, nima ishlarni bajargan dunyo hayotida bularni eslaydi. Yaxshilik bo'lsa umid qiladi, yomonlik bo'lsa halok bo'ladi, Alloh saqlasin. Va bundan keyingi foydalardan qiyomat kuni xalqlarga ular ko'rishligi uchun jahannamni ko'rsatilishligi.
jahannam olib kelinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni 70 mingta tizgini bo'ladi va uni 70 mingta farishta olib keladi deb aytganlar edi. Va bundan keyingi foyda insonlarni oqibati va ularni boradigan joyi ularni amallariga qarab bo'ladi. Agar dunyo hayotini xohlab tug'yonga ketgan bo'lsa, uni boradigan joyi jahannam bo'ladi. Kim endi Robbisini oldida turishlikdan qo'rqib, nafsini havosiga ergashishlikdan nahiy qilgan bo'lsa, uni joyi jannat bo'ladi. Va bundan keyingi foyda tug'yondan va haddan oshishlikdan ogohlantirishlik. Dunyoni xohlab oxiratni unutishlikdan ogohlantirishlik va Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turganligini eslatishlik, ya'ni bu narsaga rag'batlantirishlik. Va yana foyda insonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qiyomat qachon bo'lishligi haqida so'rashadi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni bilmaydilar. Chunki buni ilmi faqat Allohga, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan boshqasi qiyomat kunini qaysi kunda, qaysi soatda bo'lishligini bilmaydi. Faqat Alloh taolo biladi, bu g'aybiy xabarlarda. Va yana foydalardan bu ogohlantirishlik, qiyomat kunini dahshatlaridan qo'rqishlik, qo'rqitishlik, bu qo'rqitishliklardan, bu ogohlantirishliklardan faqat Allohdan qo'rqqan odam, qiyomat kunidan qo'rqqan odamgina foydalanadi. Ogohlantirishlik kimga foyda beradi? Allohdan qo'rqqan, qiyomat kunini dahshatlaridan qo'rqqan odamga foyda beradi. Va oxirgi foyda dunyo hayotini umri, ya'ni dunyodagi vaqt oxiratga nisbatan juda ham qisqa ekanligi va insonlarning umri dunyodagi umri juda ham qisqa ekanligi. Shuning uchun ular qiyomat kuni qo'zg'alganlarida o'ylashadiki, go'yoki dunyoda ba'zi soatlargina biz qolibmiz deyshadi. Yoki 1 soat, yoki mana ashiyatan aw duhaha deb keldi. Ashiya bu peshindan keyingi vaqt, peshindan keyin boshlanadi to quyosh botgunigacha. Duha bu quyosh chiqqandan to peshin vaqtigacha. Mana shuncha qopmiz deb ular o'ylashadi. Mana shunday qisqa, juda ham tez o'tib ketadi. Mana 70-80 ga kirgan odamdan so'rang, o'tmishi haqida, qanday o'tdi shu 70 yil, 80 yil desangiz, bir zumda o'tib ketdi deydi. Mana bu ochiq bizga misol. O'zimiz ham masalan 30 ga kirdik, 35 ga, 40 ga, 45 ga, 50 ga qarab ketyapmiz ba'zilarimiz. Va hayotimizga, moziga qaraylik, juda ham tez o'tib ketganligini his qilasiz. Mana hozir Ramazonda mana bir necha kunini tutdik. Kecha kuni Ramazonda qachon kelarkin deb gaplashib turgan edik. Bir zumda Ramazon keldi va bir necha kun mana ro'zani tutdik. Va o'tgan yili Ramazonda ro'za tutayotgan edik mana shu vaqtda. Ya'ni men o'zim his qilayotgan narsa, o'tgan yili Ramazon tutdik, Ramazonga kirdik, bir zumda yana bu yilgi Ramazon kirib keldi. Hayot mana shunday qisqa. Hamma narsa o'tadi, ketadi. Shu narsa o'tib ketishligidan oldin vaqtlarimizni zoya qilmasdan, umrimizni habada qilmasdan oxirat uchun, abadiy hayot uchun tayyorgarlik ko'rmoqligimiz kerak. Mana bu Naziat surasidagi ba'zi foydalar edi. Albatta bu surada juda ham ko'p foydalar bor. Biz bularni ba'zilariga to'xtaldik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'qilayotgan bu oyatlardan ibrat olib hayotimizni mana bular bilan isloh qilishga muvaffaq qilsin. İnşallah navbatdagi sura Abasa surasi. Abasa surasida ham juda ham katta bizga ibratlar bor, ko'rsatmalar bor, manhajlar bor, aqidalar bor. Bularni inshaalloh o'rganamiz va bu bilan hayotimizni isloh qilishga harakat qilamiz. Alloh taolo barchalarimizni yaxshilikka muvaffaq qilsin. Mana bu muborak Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimiz Alloh qabul qilsin. Ro'zalarimizni, namozlarimizni, Qur'on tilovatlarimizni, qilayotgan yaxshiliklarimizni, zikrlarimizni va hokazo Alloh taolo barcha amallarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Alloh taolo ixlos bilan, sidiq bilan amal qilishga barchalarni muvaffaq qilsin. Vallohu a'lam va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.